Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 13-mart haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizni Qumlonni ichkarisidan mana yuklanishni boshladi. Xudo xolasa 10 mingtalik mashinamizga yuklanyapti. Bu mashinamiz Farg'ona viloyati Farg'ona shahriga ketyapti. Ishlarimizni razmerlari standart holatda 6, 12, 25. Ko'rib turganlaringdek ranglari atlasli holatda. Sifatiga keladigan bo'lsak, sifatlari mana a'lo darajada, xudo xolasa chiroyli. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ko'rib o'tganlaringda qirlari ham nihoyatda chiroyli. Ovozlardan bilib turgan bo'lsalar, nihoyatda baquvvat. Ko'pchilik sho'rni so'raydi. Sho'rni so'raganlarga sho'ri oldindan 5-10% bo'lishi mumkin deyapmiz. Xudo xolasa sho'rlashib ketgani yo'q. Ko'pchilikda shu muammo. Xudo xolasa ishlar chiroyli chiqadi. Batafsil ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaring, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Zavodimizning o'zida 850 so'mdan ishlarimizni narxlari, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr.